Savsavning mushaviri Chingyu zodi qanday kishi? Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qo'yib biz yana 3 podshohlikni davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Savsavning mushavir qabul qilganlik to'g'riliq so'zlagan. Unda o'z qabul qilingan mushavirlarning ichida Chingyu deydigan bir kishi bor. Bu zodi qanday kishi? Endi Chingyu to'g'riliq so'zlaydigan bo'lsak, Chingyuninki yurti hozirgi Shandong o'lkasiga to'g'ri keldi. Endi buningki hayotni qarasak, bu kishi nihoyatda keyin yeşi çoğuyup şu 40 neçe yaşqa berip qalgan vaqtda uningdan keyin nomi chiqqan, ya'ni o'zining o'rnini topgan kishi deyishki bo'ldi. Bu Savsavning yana kelgan vaqtda 40 neçe yaşqa kirib bo'lgan, ya'ni 30 yaşqa berib bo'lgan gapda. Endi buning oldida bu qanday qilgan desa, bu nurg'un shu posibonlarning, baglarninki, har xil amaldorlarning yiniga berib, mushlarninki mushaviri yoki yordamchisi bo'lishni talab qilgan bo'lsa-mu, ammo buningki şu iqtidorni nurg'un kishilar bayqayolmagan. Endi bu Chingyuninki oila kelib chiqishimi unchalik yaxshi emas. Endi yaxshiroq oiladan kelib chiqqanlarni asosan hamma odam tunuydigan bo'lg'achqa, nomi bo'lg'achqa, bularni amaldorlar deymiz, posibonlarni tunuydi, e'tirof qildi. Ammo bu Chingyuninki oilasi undaq boy bo'lmagandan keyin, bu nurg'un odam tunmagandan keyin buningki iqtidorini e'tirof qilmaydi. Shuning bilan bu xeyli keyingicha, yana shu biz degan 40 necha yoshgacha o'zininki shu haqiqiy bir posiboniga, ya'ni boshliqqa bu erishamaydi. Eng oxirida bu Savsavni tanlaydi, ham Savsavmi buni tanlaydi. Endi Savsavninki buni tanlaganligi uchunmi yoki bu endi bundan burun bekchiq riyozat chekib o'zining posibonini topolmaganligi uchunmi bu Savsavga ergashgandan keyin ajoyib sodiq bo'lib ketdi. Endi şu Savsavninki mushavirlarning ichida eng sodiq mushavir deyishga bo'ladi buni. Buning hech qanday ish bilan kori yo'q, podshoh bilan kori yo'q, urug' tuqqanlar bilan kori yo'q, boshqa odam bilan kori yo'q. Savsav nima desa, shu bo'yicha ma'noda Savsavga ajoyib boshdan oxiri shu sodiqlik bilan ishlaydi. Endi buningki keskinligini nerdan ko'ra olamiz? Bu odatda ish bajargan vaqtda ajoyib kesib qildi. Jiq o'ylab o'tdamayla qivitadigan odam. Endi buningki mundaq bir hikoyasi va ya'ni shu kinodan chiqadi. Savsav ya'ni Liu Bei'ni qabul qilib, yanida ep qolgan vaqtda, ya'ni podshohning yiniga ep kelgan vaqtda bu Liu Bei'ni qanday qilish to'g'riliq bilinmay qoldi. Bu bilinmay qolgan vaqtda bu Chingyudan maslahat oldi. Buni qanday qilish kerak degan vaqtda Chingyu ikkilanmayla Liu Bei'ninki qalbida bir o't bor. U bizga ishlab bulanmaydi. U cho'qim boshqa cho'ng ishlarni qildigan orzusi bu fursat kapli qolsa, cho'ng ish qildiganga chiqitdi o biz bilan qarshilashib qoldi. Shuni kesib o'tish kerak, bir tarafga o'tish kerak degan taklifni berdi. Demak, bu Chingyuninki ish bajarish usuli har qanday ishni kesibla, oxirini o'ylamaylam, shu yo'qotishga yo'qotish kerak debla bir taraf qildi qadi. Uningdan sirt bu Chingyuninki shu rahimsizlikni nada degan vaqtda endi bu Savsav uchun har qanday ishni qilishdan yonmaydi. Masalan, Savsav jang qilayotgan vaqtda, yana shu Liu Bei bilan jang qilayotgan vaqtda buningga ochlik yetishmaydi. Chunki Savsavninki shu davlatida ochlik qolmaganda, endi o'zi tutib turgan rayonda. Shuning bilan ochlik nihoyat qisib ketgan vaqtda bu Chingyu degan odam qanday qildi desa, o'zi qo'shin boshlab berib, o'zining yurtidagi shu uy dehqonlarning, boylarning uylariga kirib, ochliqlarni tatib oladi, bulang-talang qilib, hatto o'zininki shu fuqarolarning ochliqini tatib olib, undan keyin shu Savsavga yetkazib berdi. Demak, endi shundaq bir ishlarni boshqa mushavirlar asosan qilolmaydi, ammo Chingyu bijdalaydi. Undan boshqa Chingyuninki yana bir aloyidligi nima degan vaqtda bu Savsavninki mushavir bo'lib qolmasdan bu nihoyatda kuchli polvon. Bu sanğun deyishik bo'ldi. Chunki buningki tarixdagi ta'riflanish qanday degan vaqtda buni Guanyu'dinmi ikkichi igiz degan bir shundaq ta'riflash borda, ya'ni Guanyu'dinmi bastlik, yo'g'on, ajoyib qovul kishi deb buni tasvirlagan. Endi bu ninki bu tarixdagi qandaq bir ish izlari bormish jang qilgan degan vaqtda Savsav Shizhou hujum qilish uchun barliq qo'shinni boshlab chiqayotgan vaqtda Liu Bei bu Savsavninki
shu ordisiga hujum qildi. Yani shu vaqtda bu orda Shunyu bilan Chunyu ikkisi qoladi. Endi Shunyu nimadan bilamiz? Bu asosiy mushavir. Buning gumpus yo'q-da, palvonlik maharat yo'q. Ammo Chunyu o'zi palvon, ham song'un bo'lganligi uchun bu qo'shin boshlab chiqib, orada qilib qolgan qo'shinlarni boshlab chiqib, Lübuga qarshi turdi. Shuning bilan Shunyu bilan Chunyu ikkisi birlashib, bu Lübuni tutib turdi, shu chog'ni qo'ldan ketkazmaydi. Demak, Chunyuninki mush hikoyalarida biz bu Chunyuninki mush alamdimi, qalamdimi yetishgan bir ikki kishi ekanligini his qila olamiz. Endi savsavmi bu Chunyuga nihoyat amroq ham ishindi, shu har qanday ishni qo'rqmay topshirdi. Keyingi vaqtlar kelgan vaqtda Chunyuninki amali nihoyat yuqorilab, hatto savsav har qanday ishni qo'rqmay buni topshirdigan holatga yetdi. Demak, endi bu Chunyu savsavning oldidagi ishonchlik bo'lgan, alamdimi, qalamdimi, ana kuchli bo'lgan bir yordamchisi deyishki bo'ldi. Unda bo'lsa, Chunyu to'g'riliq mushunchalik so'zlab turli, ham keyingi mazmunda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Shunyu to'g'riliq to'xtalamiz. Unda bo'lsa do'stlar, film yarg'an bo'lsa, astik inkaslayonga 6 raqamini, yuraklarni, gullarni berib qo'yinglar. 3 podshohlikdan texmi ko'p mazmunlarni o'rganmoqchi bo'lib qolsanglar, astik ulanma orqali hemen tayyorlab qo'ygan darsni anglab olsanglar bo'ladi.